2025 eng yaxshi xaridlarni ko'ramiz. Bugun чисто dekorativная kosmetika. Mana yog'li bilinchigimda eng yaxshi ishlagan qushon Jungsemul. Polumatoviy finish, juda yuqa qavat bo'lib yotadi, lekin yaxshi pokritие. Shuncha ishlatgan qushonlarimdan eng ko'p turadiganisi shu. Mana bu videoni ko'rgan tursiz, a? Xullas aynan shu videodagi konturni topdim. Sephoradan Contour Stick. Haqiqat rost. Juda silliq yoyiladi. Rangi ham takoy oppoqdan kelgan qizlar uchun takoy sovuq, chiroyli rang beradi. Mandan 01 raqamli rangi. Rare Beauty rumyanasi. Ha, bular million yilda bozorda bor, lekin men faqat shu yil oldim. Arziydi. Juda kuchli pigmentatsiya. Oldingi tarafi bilan emas, orqa tarafi bilan ozgina teqqizaman, o'zi yetadi. Bundoq qilib tochka qoldirsam, ustidan yana konsiler bilan yopishimga to'g'ri keladi. Shuning uchun bularni polnoценный formatda emas, kichkina formatida olsa ham yetadi deb o'ylayman. Yilni eng yaxshi pudrasi. Madam huda nima qilayotganini biladi. Mana yog'li terimda matoviy finishni eng ko'p ushab turadigan pudra mashi. Agar trenirovkalarda terlamasam, в принципе 6-7 soatlab turadi. Xuddi shunaqa buni katta formatini emas, kichkina formatini olsa ham yetar ekan. Roman tintlari. Juda har xil tintlar ishlatib ko'rganman. Koreyskiy, kitayskiy, yaponskiy, malayskiy, beloruskiy. Juda ko'pchiligi labdagi treshinalarga cho'kib ketadi. Bular men uchun eng optimalnilari. Kстати, Telegram kanalimda Sephoradan qanaqa qilib primoy zakaz qilish mumkinligini haqida post qilmoqchiman. Ulaning.